alaykum, hurmatli talabalar. Men Urganch davlat universiteti geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasi dotsenti, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktor Matchon Qotabek Jumanazarov. Men bugun sizlarga CSS asosida dizayn yaratishni bilan tushuntirib beraman. Bu mavzuda demak HTML hujjatlarga CSS yordamida dizayn yaratishingiz, ya'ni stilni belgilashingiz, sizni gipermatningizni stilni belgilashingiz mumkin. Bu narsa biz tomonimizdan yaratilgan web kartografiya o'quv qo'llanmasida ham berilgan. Qo'llanmani 613 paragrafida font va rangni tasvirlash uchun qo'llaniladigan teglar nimasi bilan misolida 45-betda ko'rsatib o'tilgan. Endi web qo'llanmani quyidagi havola orqali yuklab olishingiz mumkin. Demak, HTML hujjatga stil berishning 3 xil usuli mavjud. Birinchisi inline usuli. Bunda tanada, ya'ni HTML hujjatning body qismida to'g'ridan-to'g'ri tegichida stil atribut bilan yoziladi. Ikkinchi, ichki head qismida stil tegi orqali head qismiga, ya'ni bosh qismiga stil beriladi. Uchinchisi tashqi stil berish usuli bo'lib, bunda CSS kodi alohida faylni tashkil qiladi va HTML kodni ichida yozilmaydi, balki tashqi fayl HTML hujjatga yuklab olinadi. Endi biz tayyor o'tgan darsdagi kodlardan foydalansak ham bo'ladi. Birinchi demak body qismiga stil berishni ko'rib chiqamiz. Yangi fayl ochamiz. Uni fayl saqlanishga quyidagicha saqlamoq amaliyot pakkasida stil deb saqlanib qilamiz. HTML. Demak, bu hozir ichiga hech narsa bermaydi, chunki e'tibor qilganingizdek body qismimizda bo'sh, ya'ni biz ko'radigan joyda hech qanday narsa ko'rsatilmagan. Shuning uchun bizga to'liq ochiq ekran namoyish etiladi. Endi bu yerda biz body qismiga stil quyidagi tartibda berishimiz mumkin. Demak, bu yerda body qismiga h1 yordamida stil berishimiz mumkin. H1, ya'ni sarlavhaga stil berishimiz mumkin. Sarlavhaga stil berganimizda quyidagi tartibda yoziladi. Demak, background orqa fon rangi deyapti, color red, qizil, interaktiv kartalar bilan ishlash bu mavzu. Demak, endi bizga mana shu mavzuni orqa mavzu chiziq bilan, qizil chiziq bilan bo'yalgan holda ko'rsatiladi. Endi bundan tashqari bu yerda harfni o'zini ham o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, color green ajratib ko'rsatish uchun green saqlanib qilamiz va yangi nimani ko'ramiz. Demak, yashilga bo'yadi. Oldin qoraydi, endi yashil. Demak, stil oldi. Endi bundan tashqari biz P'ga ham stil berishimiz mumkin, ya'ni paragrafga va tarkibni o'ziga ham stil bera olamiz. Paragrafga yoki tarkibni o'ziga stil berish uchun paragraf matnini quyidagicha ko'rsatamiz. Demak, bunda paragraf orqasidan qora pink, ya'ni pushti rang yozuv chiziq bo'ladi. Bu content. Tarkib deb yozdik. Endi bunga quyidagicha stil beramiz. Demak, mana bu content pushti rangga oldi. Endi uni o'zini ham rangini o'zgartirishimiz mumkin, yozuvni o'zini. Demak, boshqa ichida bo'ladi. Ko'k rangga o'tkazdik. Demak, ko'k rangga o'tkazdik. Agar ko'rinmayotgan bo'lsa, boshqacha rangga ham olishimiz mumkin. Masalan, sariq qolsa yaxshiroq ko'rinadi. Buni yellow
Yellow sariq rangga ko'rsatamiz. Mana bu content so'zi sariq rangda ko'rsatildi. Endi ikkinchi usulimiz bor. Ikkinchi usulimizda demak stil tegi bilan xetni o'zida stil beriladi. Stil tegi bilan xetni o'zida stil beriladi. Demak bunda stil xetda beriladi. Hech bir color blue hech bir rangi ko'k bilan berilgan font size bu yerda demak shriftga o'lchami berilgan va content ham ko'rsatilgan. Endi bu yerda nimani body'dagi stilni olib tashlaymiz. Colorni ham nimani contentni ham o'zgartiramiz. Endi bu yerda boshqacharoq yoziladi. Content demak div class contentni div bilan ko'rsatadi. Qo'yilgan o'rniga content tarkibni kiritamiz. Hechbir demak endi stil qanday? Mana bu content so'zi bilan o'zgardi. Endi bu yerda stilni o'zgartirishimiz ham mumkin. Masalan, bu yerda buni o'rniga boshqa rang qo'yamiz. Masalan, qizil qo'ydik. Demak, o'zgaradi. Bu contentga mana orqa fon qizildan o'zgardi. Bu yerdan xuddi shunaqa harflarni ham o'zgartirish mumkin. Bu demak stylni head qismida, HTML hujjatni head qismida ko'rsatdik. Endi uchinchi xil usulda content alohida hujjatda ko'rsatiladi. Bunda demak head qismida link qo'yiladi, faqat link qo'yiladi. Bitta head ortiqcha olib tashlaymiz. Endi div class content bu nimani ko'rsatdi. Endi qarasak bu yerda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. O'zi qoldi. Sababi bizda hali tashqi skript faylimiz yo'q. Shuning uchun tashqi skript faylini quyidagicha ko'rsatamiz. Bu demak kodlar yordamida tashqi skript faylga berilgan. Tashqi skript faylini ko'rsatamiz va fayl buni qanday saqlanib qilamiz? Mana stilda ko'rsatyapti. Stil chet link orqali tashqi skript faylga bog'lanyapmiz. Bu skript faylimizning nomi style deyilgan. Style CSS. Shuning uchun buni style CSS deb saqlanib qilamiz. Fayl saqlanib qilib, buni ham xuddi shunday amaliyot papkasiga saqlanib qilamiz. CSS saqlanib. Demak, style faylimiz saqlanib bo'ldi. Vaqtimiz kam qolyapti. Demak, endi biz style'ni ko'ramiz. Mana nimani o'zgartirdi. Demak, contentni ham o'zgartirishimiz, font size va nimalarni o'zgartirishimiz xohlagancha o'zgartirib bu hujjatni ko'rishimiz mumkin. Demak, biz hozir 3 xil usulda stil berishni ko'rib chiqdik. Bularning birinchisi body qismiga yordamida nima berilgan? Ichki stil. Ikkinchisi ichki, lekin head qismida, asosiy tana qismida emas, bosh qismida va uchinchisi tashqi skript fayllarda bunga stil berilganligini ko'rib chiqdik. Hurmatli talabalar, shuning bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha